Shu ham. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi dam oldingmi? Rahmat. O'zing yaxshi dam oldingmi? Rahmat. Vaqtliroq qaytish kerak edi uyga. Shunda ovqatlanishga vaqtida chiqadi odam. Kecha ishdan kech keldim. O'shanga ozgina dam olgandim. Ha, bo'pti. Ol choyni. Tezroq. Xo'p. Aytaman. Xullas, bu hovlini sotamiz. Hammamiz hovliga tiqilib qoldik. Yangi qurilayotgan uylardan olamiz. 2 xonali uylardanmi? Alohida yashasak, menimcha bizni hech kim urushmaydi. To'g'rimi? Albatta, to'g'ri aytasiz. Yaxshilikka yaxshi qo'yi, lekin bu ota-onamizdan qolgan hovli bo'lsa, chirog'ini yoqib o'tirsa yaxshi bo'larmidi deyman-da. Undan keyin men qayerga borib yashayman? Men seni nima, ko'chaga tashlab qo'yamanmi? Men uyimda yashaysan. Mana, to'g'ri. akalaring bor. To'ppa-to'g'ri. Ko'chada Ha, qolmaydi-yu. biznikiga kelgin. Menga qarang Shohruh, kattalar gapirganda xo'p desangizchi. Ko'chada qolib ketayotgan joying yo'q-ku. Hovli katta-yu. Bitta hovliga sig'mayapsizlarmi? Aqllilik qilmagin. Kichkina bo'lib. Gap tamom. Bugun e'lonni osasizlar. Bo'ldi. Uyni sotamiz. Siz otamiz o'rnida otasiz aka. Albatta. Bilganinglarni qilinglar. Shohruh. Ey, Qayoqqa Shohruh? E'tibor bermaydi. O'ziga kelib qoladi. Yulduz yog'ilib yarim oycha to'lolmas 7 yanga yig'ilib bitta ona bo'lolmas ona tirik ishga g'urbat yaqin yo'lolmas mening esa bag'rim qon bayronaman onajon bayronaman onajon. Garchi biz yosh g'o'r edik, siz bor biz ham zo'r edik. Bir mayizni 5 o'g'il teng bo'lishib er edik. Yo'q talasak haq so'zni ona aytsin der edik. Shmo endi u zamon hayronaman onajon, hayronaman onajon. Akir yaqam 4 yangamga qo'shilib turt kelaydi 4 akam o'z uyimda jonajon begonaman onajon begonaman onajon. Yo'qligingiz qadamda turar shunday bilinib non yopmaysiz tonglari menga kulcha ilinib sarg'ayaman sarg'aygan rasmingizga termilib ziyo istab zor qaqshab parvonaman onajon parvonaman onajon. Aka, kechirasiz. Chekishdan bormi? yo'q, uzr. Chakmayman aka. Kashirog'ini qara. Ey! Senga ham kerakmi? Bo'ldi. Ketdi. Yaxshimisiz?
uy to'rida tol beshik, akam yotgan, men yotgan, sherdek kelbatli 5 o'g'ilga asqotgan. Qaytib kirib bo'lsaydi, bo'lardim jon deb qaytgan. Men bu joyni hammadan qizg'onaman onajon, qizg'onaman onajon. 70 yulduz yog'ilib, yarim oycha to'lolmas. 7 yanga yig'ilib, bitta ona bo'lolmas. Ona tirik ishga, g'urbat yaqin yo'lolmas. Mening esa bag'rim qon, vayronaman onajon, vayronaman onajon, vayronaman onajon. O'g'lim, bu xatni o'qiyapsanmi? Demak, men seni hozir yoningda emasman. Sen albatta o'z maqsadlaringga erishasan. Men senga ishonaman. Akalaringdan xafa bo'lma. Nima bo'lgan taqdirda ham ular seni jigarlaring. Uka, bizni kechir. Yangi uy olamiz deb mashinalarga aldanib qoldik. Endi pulam yo'q, uyam yo'q. Seni dilingni og'ritib, o'zimiz ko'chada qoldik. Kechir bizni. Biz seni yaxshi ko'ramiz. Kelinglar. Jigarlarim.